Bolalikda maktab programmasida doimo orqada qolganman. Imkon qadar sinfdoshlarimni tezda ko'chirishga harakat qilganman va ular bilan kompromiss topishga harakat qilib, buni uddasidan chiqqanman. Iqtidorimni boshqa narsalarda namoyon etganman. Barcha qarindoshlarim bu farosh bo'ladi, u bo'sh etsa bo'ladi, chunki har doim hamisha hamma joyni porядка qilib toza tutishga odatlanganman. Qo'limdagi shvabra o'qlov bilan almashdi va ko'plab yopiq, jim ovozlarni yorishga sababchi bo'ldi. Kichkinaligimdan bu farosh bo'ladi, buni qo'ldan boshqa hech narsa kelmaydi, faqat uborkani zo'r qilib bajarar ekan degan iboralarni, gaplarni eshitgan bo'lsam-da, ichimda hali meni ovozimda dunyo eshitadi, men albatta kerakli inson bo'laman degan ishonch ichimda hech qachon o'lmagan va ichki ovozimni doimo eshitib kelganman. Yillar o'tdi, vaqt o'tdi, qo'limdagi shvabra o'qlovga, o'qlov esa uzukka, ya'ni erga, er esa bugun menga. Mana buni yaxshilab o'qing. Rolex'dan menga sovg'a olib keldilar va hozir bu sovg'ani birgalikda ochamiz. Farzandingizni albatta maktab programmasida o'zlashtirishini ko'rsangiz, uni jazolab, urib qo'ymang. Uni iqtidori albatta boshqa narsalarda namoyon bo'ladi. U insonlar bilan murosa qilishni, kompromissga borishni, o'zini boshqa tarafdagi iqtidorlarini namoyon etishga bu turtki va sabab bo'ladi. Xudojon, mana shu Surxon qishloq qizlarni qo'lida Rolex soati. Men roziman, mingdan ming roziman. Bu go'zal hadyalarni, qimmatbaho tuhfalarni aynan turmush o'rtog'imdan olayotganimdan juda ham xursandman. Har bir otaga qizini mana shunday yutuqlarini, qiziga begona bo'lgan inson mana shunday hadyalar, tuhfalar orqali uni darajasini, mehr muhabbatini ifodalayotganini ko'rish nasib qilsin. Bu sovg'ani, bu tuhfani esa shaxsan turmush o'rtog'im o'zlari meni qo'limga taqib qo'yishlarini xohlayman. Ular meni kutyaptilar. Bu soat bilan o'zlarining yoniga chiqaman. O'zlari aytayaptilar, har bir narsangiz, ro'molingizdan tortib taqinchoqlaringizgacha, kiyim-kechaklaringizgacha hammasi meni pulimga kelishini xohlayman. Nimaga deb savol berdim. Siz meni qaramog'imda ekanligingizni, men sizni xo'jayingiz ekanligimni va sizga mehr berayotganim, sizni quvontirayotganini men ko'rishim, his qilishim men uchun muhim va zarur deb aytdilar. Har bir ayol ikki yo'l bilan muvaffaqiyatga va baxtga erishadi. Biri kasbi orqali, ikkinchisi turmush o'rtog'i orqali. Lekin men shunday ayollar toifasiga kiramanki, menga hayot ham o'zimni kuchim orqali, iqtidorim, harakatim, mehnatlarim orqali hamda menga berilgan sababchi bo'lgan inson orqali ushbu baxtni his qilish berildi. Va men bundan juda ham xursandman. Endi esa har doim videolarimda meni bilagimda aynan Rolex soatlarini ko'rsangiz, bilingki ushbu qimmatbaho sovg'ani o'zimni pulimga emas, turmush o'rtog'imni chin qalbidan, yuragidan berilgan hadya deb tushunishingiz uchun. O'zingizni ehtiyot qiling va sizga ham yaxshi niyat ila shunday hadyalar nasib qilsin.